ikra, xorazmcha non, Sprite. Уже yeyishni boshladim. 2 kun oldin Instagramda menga direktimga SMS kelyapti. Reklama bo'yicha telefon qildik, gaplashdik. Kolbasa, sariyog', sariyog' emas, anova, pista yog'i va margarinni reklama qilib berishingiz kerak dedi. O'zimcha boshimda o'ylab qo'ydim, hammaylar rozi bo'laman deb. Gapdan gap chiqyapti, keyin aytayapti ular to'shtam, ular xohlayapti, men ularda sariyog'ini, pista yog'ini, margarinini va kolbasasini ambasadori bo'lishimman. Keyin buni ham o'yladim, ham mayli bo'lsam bo'larman deb o'ylab qo'ydim. Keyin u menga aytayapti, to'shtam, men $100 qayerdadir o'qib olishim kerak ekanmish blogerlikka, chunki men uncha yaxshi yurita olmayapman shekilli blogimni. O'shaning uchun. Keyin men vaqtim bo'lganda dedim, o'qib olardim dedim-da. Vaqtim yo'q deyapman. Keyin aytayapti, siz deyapti, narsamizni sotib berishingiz kerak deydi. Men tushunmadim, qanday qilib sotib berishim kerak? Tipa blogimga qo'yib sotishim kerakmi yo magazin agentlarga o'xshab yurib sotishim kerakmi? O'shani tushuna olmadim. Shu gapi yoqmadi, to'g'risini aytsam. Men mikroblogerman, men sotuvchi emasman-ku. Bo'pti, sizga dedim, aka, kechki payt telefon qilib yuborarman dedim-da. Ertalab gaplashdik. Ertalab emas, obedga yaqin. Kechki payt telefon qilib yuborarman dedim-da. Telefon o'chirdim, telefon qilganim yo'q. Erimga aytsam, erim, xohlamasang kerak emas dedi. Shunaqa gaplar sizlarga aytib bergim keldi.